Biz vakuumlovchi qurilma xarid qildik va hozir uning qanday ishlashini ko'rsatamiz. Havoni so'rib oladi, germetik o'raydi, eshitishga juda yaxshi, lekin keling buni amalda sinab ko'ramiz. U nima uchun kerak? Eng avvalo qulay tayyorgarliklar uchun. Go'sht, sabzavotlar, yarim tayyor mahsulotlar barchasini oldindan tayyorlab sovutgichda 2-3 barobar uzoqroq saqlash yoki muzlatish mumkin. Muzlatgichda qurib qolgan chetlar va yoqimsiz hidlar endi bo'lmaydi. Xo'sh, ko'raylik. Avvalo limonni o'rashga harakat qilamiz. U sovutgichda doimo buziladi va qurib ketadi. Maxsus paket olib, ichiga limon solamiz va paketni vakuumlovchi qurilmaga joylab, tugmani bosamiz va jarayonni kuzatamiz. Limonimiz ishonchli tarzda o'raldi. Ko'katlarni o'rashga harakat qilamiz. Ajoyib natija chiqdi. Go'shtdan tayyorgarlik qilamiz va uni ham o'raymiz. Bu tez amalga oshadi. Eng muhimi, endi mahsulotlar 3 barobar uzoqroq saqlanishi mumkin. Xo'sh, uy bekasiga vakuumlovchi qurilma kerakmi? Agar siz tayyorgarlik qilishni yaxshi ko'rsangiz, ko'p miqdorda mahsulotlar xarid qilsangiz yoki shunchaki oshxonada vaqtingizni tejashni istasangiz, albatta kerak. Sahifamizga obuna bo'ling. Bizda foydali ma'lumotlar juda ko'p.